Boshlaymizmi? Ketdik, tayyormi? Xabaringiz bor, Yakkasaroy so'nggi yillarda misli ko'rilmagan zamonaviy maskanga aylanmoqda. Mana biz ayni damda Yakkasaroy tumanidagi Bobur mahalla hududida turibmiz. Bu Bobur mahallasida Obod mahalla, Obod xonadon, Obod ko'cha doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bobur mahallasida qurilish davomida mana bunaqa milliy ko'rinishdagi nuroniylar maskani ham qad rostladi. Bobur mahallasida mana necha yildan beri yashab, shu yerda ishlab, faoliyat olib boraman. Mahallamizda o'zgarishlarni ko'rib, kundan kunga ko'zimiz qonab, juda chiroyli ko'rkamlashib borayotganini ko'rib, hammamiz fuqarolar ham hammamiz xursandmiz. Har bir davrda yangilanish, yasharish davri bo'ladi-da. O'sha davrlari mana bizga Bobur mahallasiga keldi, chunki Bobur mahallamiz Obod mahalla dasturiga kiritilgan. Mahallamizda nuroniylar maskanini tashkil etilayotganligi bu juda ham katta quvonarli holat. Chunki nuroniylarimizni chiqib dam olishlari uchun maskan bu. Bolalarimiz, farzandlarimiz uchun, nabiralarimiz uchun o'yingohlarni zamonaviy tipda qurilishi. Bu ham bizni juda ham xursand qiladi. Bugungi kunda mahallamizda yana ishlarimiz hali davom etmoqda. Bularni hammasi shu fuqarolarimizni yaxshi yashashlari uchun bir ko'rkam hududga aylanmoqda. Shunday sharoitlarni, shunday imkoniyatlarni yaratib berayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga o'z tashakkurimizni bildiramiz.